Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum. Iqboljonimiz kanalida Chorva kanali hurmatli obunachilar, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari hamda Chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 30-dekabr 2025-yil. Biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldonbek Cho'jamal bozoridamiz. Inshaalloh bugun sizlarga Xoldonbek Cho'jamal bozoridagi narxlarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib, yordam berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikr-mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalda yangi mehmonlar bo'lsa, ekranning o'ng tomonida qizil obuna bo'lish yoki qattiq iltimos bor, shuni bosib qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalang, biz kirgizib boradigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, dohilda bu videomiz bugungi bozor hisobidan ikkinchi videomiz hisoblanadi. Birinchi videomizda Buqa bozordan novotlar narxlarini, buqalar narxlarini yoritib chiqdik. Dohilda endi ikkinchi videomizda sigir bozordan sigirlar, bo'g'ozlar narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib yoritib berishga harakat qilamiz. Arzimagan mehnatimizga qadar shundan insonga like tugmalarini bosib, paylaşib o'tiradigan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, sigirimiz gumon deyishyapti. Boladan ajralgan bir 2 oy bo'libdi. Uchinchisiga gumon ekan. Uchinchisiga gumon, ha? Uchinchisiga gumon dedingiz-da buni? Ikkita tuqqan ekan, hurmatli obunachilar, uchinchisiga gumon ekan. Boladan ajralganiga 2 oy bo'ldi dedingiz-da buni? 1,5 oy. Boladan ajralganiga 1,5 oy, 2 oy bo'libdi, hurmatli obunachilar. Qancha suti bor hozir boy aka buni? 15 dan tepasi, 20 tani past. 15 dan tepasi, 20 tani pastda suti bor ekan, hurmatli obunachilar. 15 dan tepasi, 20 tani pastda. Qarovga ham bog'liqda endi. Yaxshilab bo'lsa 20 dan tepasi beraveradi deyapti. Pul nech pul deyapti boy aka buni? 40 million kam bor. To'xtagan nech pul bo'ldi? 35 million 700 ming. Hurmatli obunachilar, 40 million kam bor deyapti, 35 million 700 ming shuna savdo qilishibdi. 40 million kam bor ekan. Xohlasa yebichalarni ko'rarga beraveramiz, ha? Bir haftasini olaveradi. Bular nech pulga beraveramiz jazmani agar? Nasıl Kelishamiz, ha? Tepasiga yursa beramiz. Telefon nomer? 97lik. 97lik. 272. 90lik 272. 97lik 272. 79 96. 79 96. Boyaga rahmat, xudoingiz bersin. Mana hurmatli obunachilar, ishqibozlarimiz salom qaytib ko'rasizlar ekan. Mana gumon deyishyapti. Uchinchisiga gumon ekan. Boladan ajralganiga 2 oy bo'libdi, shu 15 dan tepasida 20 taga yaqin suti bor ekan. 20 tani pastida. Lekin o'tan gigant narsa ekan, gap yo'q. El baxtsiz bo'lib bo'g'oz chiqib qolsa, lekin omad va baxt zo'r bo'ladi lekin. Sizlarga qo'ygan nimalarni sizlargacha ko'rsatib o'tib o'tiramiz. Mana hurmatli obunachilar, 3-chi bolasini o'sha ekan. 3-chi bolasini o'sha. Ko'ringlarchi. Shved sigirimiz. 3-chi bolasini o'sha. Mana shu bolasi. Boyaga nechta tutgada xolasa? Shu nechta? Aka yengil 10 taga beraveramiz. Yengil 10 taga beraveramiz, ha? Yebichalarni ko'rga beraveramiz, ha, xolasa? Yebichalar zo'r. 10 ta tutga, yengil 10 ta tutga. Bolasini o'scha. Pul nech pul deydirdik buni? 55 million. Kami bor. 55 million kam bor deyishyapti, hurmatli obunachilar. 3-chi bolasini o'scha 10 ta tutga yengil. To'xtagan nech pul bo'ldi boyaga so'ramasa? 45 ga. 45 ga bo'ldi. Berilgan yo'q. Qo'shsa sotamiz, ha, xolasa. Chiqadigan nomer qoldiramizmi? 94lik. 94lik. 175. 94lik 175 85 89. 85 89 da. Boyaga rahmat, xudoingiz bersin. Mana hurmatli obunachilar, ishqibozlar salom aytib ko'rasizlar. Gap yo'q. Buni baho bersa bo'ldi bizga. Nech pul savdo bo'lyapti? Sizda bo'lyapti? Nech pul bo'lyapti savdo sirimizda? 36 million. Assalomu alaykum. Siz Hashim aka sizmisiz? 36 million savdo bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, mana sigirimiz. Nechinchi bolasi ekan bu? Ha? Birinchi bolasi. Bolasi? Xunajin. Birinchi bolasi Xunajin. 36 million savdo bo'lyapti. O'zlar nech pul so'rayapsizlar aka bunga? 45 million. Nechta tutgada xolasa? 10 tadan oshiq 10 taga beraveramiz. 10 taga beraveramiz degan hurmatli obunachilar. 10 ta oshiqsi bor ekan 10 taga beraveramiz deyishyapti ekan.
36 45 milyon baho deyotgan 36 milyon savdosi bo'lyapti. 6 milyon savdosi bo'lyapti. Gap yo'q. Ne bo'ladi? 36 milyon savdosi bo'lyapti. Boyga bulardan yana bormi? Shu odamga nomer qoldiraveramizmi? Boyga mayli bozorga bersin. Mana domlachilar Simental dugdora chiqdi mana Simental. Mana. Bir oy oldinmi qo'yishgan ekan, unda qochmagan ekan, urib qo'yishgan ekan, qochmagan ekan bir oy oldin. Domlachilar urib qo'yishgan ekan, qochmagan ekan. Silagan. Simental ishqozlar ekan. Domlachilar yaxshi narsa ekan. Pulini nech pul turadi boy aka? Pulini nech pul turadi? 45 milyon. Kami bor. To'xtagan nech pul bo'ldi Sulomozam? Jazman, so'rashimi? 37-38. Murodxo'jayev 45 milyon kami bor ekan 37-38 ga berishmabdi. Shu odamga nomer qoldiraveramizmi? Ayting. 93lik 035 24 47 da. Esh qaydan edi aka sizga? Asakadan, ha. Boyaga rahmat, bozorni bersin. Mana hurmatli obunachilar, hop o'zim tarbiya fikr qilib olaman deganlarga mana bu meni varianti. Simentalda ishqodlar ekan. Aloqa chiqarsa, lekin qo'yganlari turishlari bu meni narsa ekan. Gap yo'q. 45 million kam bor, 37-38 gacha savdo bo'libdi. Mana hurmatli obunachilar, Simental sigir ishqodlariga bir juft Simentalimiz chiqdi mana. Birinchi tug'ish ekan. Bolalari xunojin ekan, hurmatli obunachilar, mana birinchi tug'ish. Kelasi ham birinchisi ekan. E'lanib ko'rsataman desam, sizlarga jonivor qaychi? Jonivor. Mana. Ikkalasi ham birinchi tug'ish ekan. Bolalari xunojin ekan. Bunisi uchinchi tug'ish ekan. Bu ham bolasi xunojin ekan, bolasi yotibdi. Gap yo'q. Nechtadan sizga boyaga to'g'lasa? 20 tadan. 20 tadan sutgan. Madlomnacha Simentallar. Bunchi? Buniki ham 20 ta. Nech pul deyapti Simentallarda aka? 60 yarim. To'xtagan nech pul bo'ldi savdosi? 59 milliondan berilmadi. Bunisichi, bunga nech pul so'rayapsiz? 45 million. To'xtagani? 45 million kam bor ekan, uni ham 20 ta suti bor ekan. Ana jazman so'rash o'sha keladi. Bularda 60 milliondan baho ichayotgan, 59 millionda to'xtab hurmatli obunachilar. 20 tadan sutga birinchi tug'ish. Bolalari xunojin. Bolalari xunojin mana, hurmatli obunachilar bolalari. Xohlasa yeb icharlarni ko'rarga beramiz, ha? Gap yo'q. Telefon nomeri ishqoziga boy aka, qoldiramizmi? Telefon nomeri qoldiramizmi ishqoziga? Nechilik? 77lik 77lik 443 75. Ishqozlar bo'lsa aloqa chiqarib, ulardan bor yana davlat, ha? Esh qaydan edi aka sizga? Asakadan, ha? Boyga rahmat, bozor bersin. Mana hurmatli obunachilar, ishqozlar bo'lsa aloqa chiqaradi, lekin yaxshi singilarga mana Simentallar. 20 tadan sutga birinchi tug'ish, bolalari xunojin. 60 milliondan baho aytiryapti. 59 millionda to'xtabdi, 59 milliondan. Bunisi 45 million. Bu uchinchi tug'ish, bolasi buniki ham xunojin. Bu ham 20 ta sutga. Bu 45 million kam bor. Ishqozlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Yaxshi narsalar ekan lekin. Gap yo'q. Bu holatimi? Mana obunachilar. Simental ishqozlariga Simental xunojin chiqdi. Mana obunachilar. Simental ishqozlariga. Ala qisiragan bu. 38 million baho deyotgan. Mana obunachilar endi kuray bo'libdi. 38 million baho deyotgan, to'xtagani 33 milliondan to'xtabdi, nima deydi? To'xtagani qancha bo'ldi dedi aka? Buni to'xtagan narxi to'xtagani 33,5. 33,5 ga berilmadi. 38 milliondan kami bordi holida. Yebicharlarni ko'rarga beraveramizmi? Qo'yilmagan-a buni qo'yganmiz. Bu bizda bo'ldi, birar hafta bo'ldi. Ha. Endi gumonda endi baribir qisirga beramiz, baribir. Qisirga beramiz. Ha. Bu qo'y yurgan ekan, ro'molda lekin bir hafta bo'libdi, endi qisirga beramiz deyapti. Endi olgan odamni baxt agar bu qochib qo'yamiz, ha? Bu odamni qo'yib olaveradi ekan, ha? Simentalga qo'yilgan ekan, hurmatli obunachilar. Olgan odamni endi baxtli.
Telefon nomer qoldiraylik, boyaga ish qoldiga. 94lik. 399 94lik 399 51 59 ha. Ish qaydan ekasiga? Farg'onada. Bozor bersin aka. Sog' bo'ling. Mana shotlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Ek ekan, gap yo'q. 38 bo'lan kam bor, 33.5 da savdosi to'xtabdi. Mana yana nimalar unajasi kelamiz. Boyaga nechinchi bo'ladi ekan bu? Assalomu alaykum. Birinchi bola bo'ladi? Xunajincha. Birinchi bola bo'ladi xunajin. Hurmatli onachilar, yosh sigir. Chiroyli narsa ekanlarga ona. Nechta tutkada holada? 12 litr. 12 litrga. Hurmatli onachilar, yengil. 12 litr. 4 yili nada holasa? 4 yili mahar? 4 yilin. Yuvosh deyapti mana. Vallahi. Nech pul baho aytyapti boyaga? 55 million. Kami bor. To'xtagan nech pul bo'ldi? 45 million. 40 million, 45 million savdo qilishyapti. Hurmatli onachilar, birinchi qo'sh bolasi xunajin, buni aksiyasiga 55 million kam bor ekan. Ishqodiga nomer qoldiramizmi? Mayli, bozorga bersin boyaga, sog' bo'ling. Nomer qoldirishmadi, hurmatli onachilar, qoldiramiz bozorga. Mana hurmatli onachilar, semental ishqodlarga yana semental. Bo'g'ot sementallar. Bular birinchisiga dedingiz-a bularda? Birinchisiga bo'g'ot ekan, hurmatli onachilar. Qanchalik bo'ldi bo'g'ot deganda? 7 oydan o'tdi. 8-oyga qarab ketyapti ekanda, ha? Bunisi qanchalik bo'ldi siz bunisi? Bu uchinchisiga. O 7 oy. Ikkinchi qoringa 7 oy bo'g'ot ekan, hurmatli onachilar. Nech pul deyapti sementallarni? Boyaga bo'lardi. 60 million. 51 million. Kami bor. To'xtagan nech pul savdosi? Savdosi to'xtagan nech pul bo'ldi? Jazman savdo qilishmabdi, hurmatli onachilar. 60 millionga 51 million kam bor ekan. Hali jazman savdo qilmabdi. Kelasi ham birinchisiga 7 oylikdan o'tgan bo'g'oz ekan. Mana. Birinchisiga 7 oylikdan o'tgan bo'g'ozlar. Boyaga ishqodiga nomer qoldiraveramizmi? Ishqodiga nomer qoldiraveramizmi? bor. Nechilik? 93lik. 93lik. 631 93lik 631 48 98. 48 98 ha? Bir oydan keyin ko'rishgan telefon qilish o'rtamozmi? Bo'ldi. Bulardan bor, tagi bor ekanda, ha? Gap yo'q, bozoringiz bersin boyaga. Ikkalalang bittami ham? Bitta aka, hammasi bitta aka. Bu ikkinchisiga 7 oy bo'g'oz ha bunisi, ha? Bu nechinchisi tuqqan? Bu tuqqanmi bu? Bu tuqqanmi bu? Nechinchisi? Birinchisi bolasi? Buni bolasi xunajin. Hurmatli onachilar, birinchisi tuqqan ekan bu. Mana. Bolasi xunajin. Bu nech pul deyapti bu ena bolani? 56 million. 56 million kami bor. 56 million. Bu necha buni? Bu nech pul deyapti buni? 56. Bu ham 56. Kami bor. To'xtagan nech pul oldi boyaga bulardi? To'xtagani 50. Buchi? 51 52. Yo'q, yo'q. 51 52. Telefon nomeri boyaga ishqodiga? 93lik 631 48 98. Boyaga bozor bersin. Mana hurmatli onachilar, ishqodilar bo'lsa aloqa chiqaradi. Bu ikkinchisiga 7 uy bo'g'oz, narisa. Birinchisini tuqqan bolasi xunajin. Gap yo'q. Nechta sizga deydi? 20 ta sizga. Gap yo'q. Bozorlarni bersin boyaga. Voy mashalloh dedi. Mana hurmatli onachilar, ko'ringlarchi. Haqiqat avstriyskiy shved, keyin shvedga semental gibrid xunajinlar chiqdi. Hurmatli onachilar. Bo'ylarni ko'ringlar, bo'ylarni. Eti ham bor, bo'yi ham bor ekanda, hurmatli onachilar. Gap yo'q lekin. Bo'ylari. Bunisi sementalga shved gibrid ekan. Bunisi avstriyskiy shved xunajin. Bo'g'ozligi qancha bo'ldi dedingiz buni? Bo'g'ozligi qancha bo'ldi dedingiz buni?
Bu odilga qancha bo'ldi? 7 oylik, biri 8 oylik. Bunisi 7 oylik, narigi 8 oylik bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Bunisi 7 oylik, narigi 8 oylik ekan. Pul nech pul deyapsiz? Pulga 160 million kam bor. 160 million kami bor. To'xtagani savdo bo'lgan yo'q hali. 160 million kam bor deyapgan. Hurmatli obunachilar jupiga. Hali savdo bo'lmabdi. Xudo xolasa yeb icharilarini hozir men uni tekshiraveradi, ko'rarga beraveramiz-da. Sinab ko'rsaydi. Ishg'olga nomer qoldiraveramizmi? 93lik. 93lik. 912 93lik 912 6008. 6008 da. Boyga rahmat, bozor bersin. Mana obunachilar ishg'ollar bilan aloqa ochib ko'rasizlar mana. Degan zo'r narsalar ekan, gap yo'q. Yirik narsalar ekan. Bunisi 8 oylik, narisi 7 oylik o'tgan bo'g'oz ekan, 7 oylik. Ikkalasi ham birinchisiga. Gap yo'q. Mana hurmatli obunachilar, shved sigir ishqozlariga shved sigirlar chiqdi. Mana shved sigirlar. Ikkinchisiga, uchinchisiga bo'g'ilgan. Bunisi 7 oylik deyishdi bunisi. Bunisi 7 oylik. Bularni necha oylik dedingiz boyaga bularni? 7 oyda o'tgan. Bunisi 7 oylik, ha? 8 oy. Bular 7 oylikdan hali 8 oylik bo'lgan. Hurmatli obunachilar, ikkinchisi, uchinchisiga ekan. Ikkinchi, uchinchisiga bo'g'oz shved sigirlar. Pulun narxi necha pul turadi boyaga bularni? Narxi. Bularni buni necha pul deyapsiz? 75 million. 75 million. Bularni 70 million. 70 milliondan kami bor. To'xtagan necha bo'ldi turamasa, bilmadingiz bu narxini? To'xtagan bilishmayapti. Narxi savdo bo'lyapti hozir, hurmatli obunachilar. Hop. To'xtagan bilishmayapti.